Qarang, pul o'zimniki deyapsiz, urinib ko'ring, aeroportdan 100 ming dollarlik qiymatga ega tillani olib o'tishga, tillani. O'tkazishmaydi, saqlashadi, olib qo'yishadi. Olib qo'yishgani u yoqda tursin, qamab qo'yishadi. Siz как будто jinoyatchi, qayerdan olib kelyapsan deb. Pulni olib kirmoqchi bo'lsangiz, masalan, aeroportdan 100 ming dollar olib chiqmoqchi bo'lsangiz, o'zingizning pulingiz saqlashadi, olib qo'yishadi. Olib qo'yishgani u yoqda tursin, qamashadi, jinoyatchi deb. Nima uchun olib ketyapsan deb. Demak, bu naqd pul, tilla bu boshqaruv instrumenti. Tushuning. Agar siz bank shotingizda pulingiz bo'lsa, 100 ming dollar, 200 ming dollar qayergadir uzatmoqchi bo'lsangiz, hech kimdan so'ramasdan bu narsani qilib bilmaysiz. Sizni tekshirishadi, nima uchun deyishadi. Masalan, hech kimga jo'natib bilmaysiz. Uzatmoqchi bo'lsangiz, bloklab qo'yishadi, so'rashadi, vaqt oladi. To есть, bitta narsani tushuning. Pul agar shubhangiz bo'lsa, o'zingizniki bo'lmaganda, ya'ni siz istagan vaqtingizda kimgadir jo'natib bilmaysiz, olib ketib bilmasangiz, kirita bilmasangiz, u sizniki emas. Ya'ni to'liq boshqaruv sizda bo'lmasa, u pul sizniki emas aslida. O'sha uchun yagona boshqarilmaydigan valyuta pul bu Bitcoin. Uni qancha istasangiz olib chiqasiz, olib kirasiz, hech kim tekshirib bilmaydi, uni boshqarib bo'lmaydi. Shuni tushuning.